Bani Isroil qavmida bir odam katta bir sahroda ketayotgan holatida och qolib, kambag'allikdan madorsiz yiqilib tushar ekanda, hushidan ketib qolar ekan. Bir hushiga kelib qarasa, katta sahro, hamma yo'q qum. Ya Robbi, koshkiydi shu qumlar bug'doyga aylanib qolgan bo'lsa-yu, men Bani Isroil qavmini kambag'allarga ehson qilgan bo'lganimda deb niyat qilgan ekan. Shunda darhol Parvardigor Jalla va Ala ana shu davrni o'zini payg'ambariga vahiy qilib, falon sahroda meni bir do'stim yotibdi, shunga xush xabar berib qo'yingki, men uni nomai a'moliga shu sahrodagi qumlarni bug'doyga aylantirib ehson qilganni savobini berdimda, o'zini gunohlardan kechirib jannatga kirishlikni vojib qildim degan ekan. Yaxshi niyat bilan, niyat uchun. Yuqorida aytganimizdek, mu'minning niyati uni amalidan afzal. Uncha narsani mu'min qila olmashi mumkin, lekin haligi niyati tufayli Alloh unga nima qildi? Shu imkonni berdi. Shuning uchun dunyoda faqat yaxshi niyat